artistlar ham kelgan, aktrisalar ham bor, qo'shiqchi, blogerlar ham bor. Hamma meni mijozim, lekin men sir tutaman. Men mana buni uyiga bordim, buni qildim, buni bilan ko'rishdimmi demaganman hech qachon. Agar men shunaqa deganimda, men bilmayman, profilim million bo'lib ketar. Lekin men o'sha narsani demaganman. Даже O'zbekistondagi lider biznesmen bo'ladimi, u boshliq bo'ladi, mijozim, lekin hech qaysini hech kimga aytmayman ham, sir tutib. Bitta meni oldimga kelsa, men ularni yeb qo'yaman. Yoki bo'lmasam, ular meni oldimga kelib bir narsa maslahat so'rasa, men butun dunyoga ovoza qilaman. Yoki men kelib shu qizdan maslahat so'rayman, kim u qiz men uchun? Undan ko'ra psixologga boring, $1000 bering, u menga maslahat bersin deydi. Lekin baribir siz fakt bilan o'zingizni hayotingizga shu narsani kiritmaysiz. Misol uchun eringiz yuryapti, siz u yoqdan eshitasiz, gap so'zlarni eshitasiz, lekin fakt yo'q. Qachon siz fakt bilan o'zgarasiz? Mana fakt bo'lsa keyin o'zgarasiz. Ungacha sizni miyangizda shubha gumon aylanib yuraveradi. Erim yurarmikan, yurmasmikan? Erim meni sevarmikan, sevmasmikan? O'ynashi bilan misol uchun отношения meni yaxshi emas, просто tak gaplashaman, seni sevaman degan bilan haqiqatan ham meni sevarmikan, yo o'ynashini sevarmikan degan fikr shubha sizni miyangizda aylanaveradi. Lekin mana shu apparatimizni olsangiz, diktofonlarimizni olsangiz, sizda fakt bo'ladi. Tak, eringiz kim bilan qanday gaplashyapti? Nima haqida gaplashyapti? Men endi nima yo'l tutishim kerak? Tak, erim meni sevmas ekan, просто u menga sevaman deb meni aldar ekan. Yaxshisi, men endi boshqacha yo'l tutaman. Keyin psixologga borsangiz bo'ladi. Shu endi men nima qilsam bo'ladi? Men shunaqa gaplar gapiryapti ekan. Menga kelsangiz ham tekinga maslahat beraman. Shunaqa bo'lyapti desangiz bo'ladi. Lekin ko'p ayollar nima qiladi? Buni olmaydi-da. Folga boradi, domlaga boradi yoki bo'lmasa psixologga boradi. Aylanib yuradi. Biladi meni sotishimni, biladi. Men tekin maslahat berishimni ham biladi. Meni O'zbekistondagi butun ayollarni shu aynan bo'yicha muammosi yo'q, xiyonati yo'q, undan keyin nima qilish kerak, nima qo'yish kerak biladi. Bilib tan olmaydi ko'pchilik. Hammani aytmayapman, ko'pchilik tan olmaydi. Lekin oradan 5 yil o'tadi, 4 yil o'tadi, 3 yil o'tadi, 2 yil o'tadi, aylanib meni oldimga keladi. Chunki biladi u mendan boshqa odam unga yordam bera olmasligini biladi. Shuning uchun hurmatli ayollar, aytib qo'yay oldindan, g'urur degan narsani yig'ishtiringlar. Men ham sizlarga o'xshagan oddiy ayolman. Podpishchigim ko'p deganim, men blogerman, men fafaman deganim emas. To'g'ri, boshqa blogerlar shunaqadir. Lekin men unaqa emasman. Meni oldimga qaysi ayol kelishidan qat'iy nazar ularga to'g'ri maslahat beraman, to'g'ri yo'nalish beraman. Xohlasa shu yo'nalishdan ketsin, xohlamasa o'z hayotini o'zi biladi. Lekin men bergan yo'nalish ular uchun to'g'ri yechim bo'ladi. Sababi bitta siz emas meni oldimga kelyapti. Million ayol kelib, hammasini muammosi bir xil paytda ularga o'sha yo'nalishni bergandan keyin u uni hayotida to'g'ri plyusga ishlaydi. Bu yo'nalish ajrashish yo'nalishi emas, boshqacha yo'nalish. Ba'zi ayollar bo'ladi, erkakning fikrlashini, psixologiyasini tushunmaydi-da, o'zini miyasidagi onasini gapi, opasi, ovsinini, qo'shnisidagi maslahatlarni yig'ib, bu yerga problemani kutiga tiqadi. Bu yerga yo'q qiladi shu vaziyat. Odamning ko'nglini bo'g'day qoldiradi. Men unaqa qilmayman. Men o'qimishli ayolman. Men 10 yil institut o'qiganman. Bitta emas, ikkita institut tugatganman. Bu soham bo'yicha 7 yillik, 8 yillik tajribam bor. Odamlar bilan qanaqa gaplashish kerak, erkaklarning psixologiyasi qanaqa, unga qanday yo'naltirish kerak. O'shaning uchun men sizlarga to'g'ri maslahat beraman. To'g'ri, men sizlardan kichkinadirman. 35 yoshdaman hozir. Sizlar 50 yoshdirsizlar, 40 yoshdirsizlar, balki 60 yoshdirsizlar. Men sizlarga maslahat bera olmasligim mumkin. Maslahat yoshida ham emasdirman. Lekin men tajribalar asosida ishlayman. Nima uchun ko'pchilik psixologlarning oldiga 50 yoshli, 60 yoshli ayollar boradi. Lekin ular o'sha insonning hayotiga yaxshilik kiritadi, yo'nalish beradi. Bu uni tajribaliligidan. Meni ham o'zimning sohamni bo'yicha tajribaliman. Men bloger bo'lib, masalan, 2020-yilda bu biznesni boshlagan bo'lsam, undan oldin 2015-yilda profil yuritib, o'sha blogerlik qilib yurgan vaqtimda menda reklama dahshat edi. Lekin men o'sha reklamalarni отказ qilib, o'zimning sohamni, yo'nalishimni tanlaganman. Sababi meni auditoriyam faqat reklamalar uchun emas, balki mana shu produktim uchun, mana shu yo'nalish uchun qolsin degan ma'noda olib borganman. O'shaning uchun men u narsalardan voz kechganman. Sizga ham shu narsani tavsiya qilaman. Men shu narsalardan voz kechib, barcha e'tiborimni shunga taratib, shu ish bilan bo'ldimmi? Demak, siz menga ishoning. Men agar reklamodatelь bo'lganimda yoki bir bloger bo'lib, hammani reklama qilganimda edi, to'g'ri tushunsanglar bo'lardi. Bu reklama hamma narsasini yo'q. Men fakt bilan ishlayman. Ishimga, anaqamga juda ham nima deydi, tajribaliman. Men hamma o'zini ishini yaxshi biladi-ku. Kimdir elektrikligini qiladi, ustaligini qiladi, mebelini yasaydi. Men mana shu bo'yicha ekspertman. O'zbekistondagi yagona, mendan boshqa ayol yo'q bu bo'yicha. Sotuvchi bo'lishi mumkin, mutaxassis yo'q, ekspert yo'q, tajribali maslahatchi yo'q, yo'nalish beradigan yo'q. Qolganlari sotuvchi.
qimmat sotadimi, arzon sotadimi, uni ishi. Lekin men yagona, O'zbekistondagi yagona ayollar uchun ham, erkaklar uchun ham to'g'ri maslahat beradigan ekspert mutaxassis. Qaysi produktim qaysi yo'nalishda ishlaydi, qayerda nima qilish kerak, qanday yo'l bilan qilish kerak. Bu narsani hech qaysi sotuvchi sizga o'rgatmaydi. Men har bitta klient bilan yarim soat, 1 soatlar bilan gaplashaman va ularga to'g'ri yechim beraman va hozirgi kungacha meni klientim mana shuncha. Ko'z tegmasin. Demak, shuncha mijozlar bilan ishlagan mutaxassisdan aylanib o'tib kimga borardingiz? Aylanib yana menga kelasiz. Chunki eng zo'ri menman. И всё. Shuning uchun hurmatli ayollar, g'ururni yig'ishtiringda. Любой ayol bo'lsa bu yerda sir tutiladi. Menda populyarniy. И всё. Bizda shaxsiylik muhim ahamiyatga ega. Demak, shunday ekan, bemalol kevering.